Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va bizni kuzatib turgan do'stlar. O'zbekistonda eng zo'r lider svarka apparat qaysi deydigan bo'lsak, sizlarga video so'ngigacha ko'rsalaring, ko'rasizlar va xonada bilib olasizlar do'stlar. Ya'ni bizga remontga bugun Makita MMA 480 apparat kelgan. Bu apparat qanaqaligini do'stlar bilib olasizlar. Ko'pchilik do'stlarimiz so'rardi, Oybek aka qaysi svarka apparati yaxshi? Demak, videoda boshlaymiz. Videoda boshlashdan oldin bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasdan qizil tugmacha bor. Kommentariyaga mana shunaqa o'zi ishlatayotgan zo'r svarka apparati nomini yozib bering. Xo'p, qaranglar. Sifatiga emas, puliga qiziqadigan do'stlarimiz hozirgi kunda aniq 100% adashadi. Bizga remont kelgan. Korpusini qarang, qanday katta apparat. Endi mana shu apparat Makita MMA 480 svarishniy apparat. Hamma apparat svarka qiladi. Svarka qilmaydigan apparat yo'q, faqat sifatiga, kачествосiga plyusga yarasha apparatni olasiz. Mana shu apparat mana. Korpus katta, plata kichkinagina. Endi qaranglar. Bu apparat qimmat bo'lmaydi, aniq 100% arzon apparat. Tranzistorlar soni 2 tadan chiqishga diod ishlatganamiz 2 tadan. Qaranglar, mana bu yerda bitta 2 tani qo'shimcha qo'shsa bo'ladi, lekin qo'yilmagan, chunki arzon, pulga yarasha Xitoy ishlab chiqarib bergan. Bitta tranzistorlar bittadan. Hatto mana ko'p narsalar bu yerga qo'yilmagan. Relay, mягкий запуск uchun. Chunki plataga sразу tok berib bo'lmaydi. Через qarshi orqali beradi. Mягкий запуск ketadi. Relay yo'q. Mana bu yerda ko'p narsa yo'q. Kondensator yo'q. Ikkitadan tranzistor, ikkitadan diod yo'q. Do'stlar, plyusga yarasha. Ko'pchilik aytadi, arzon, sifatli. Sifatli narsa hech qachon arzon bo'lmaydi. Bu na apparat bo'lsin, na UPS bo'lsin. UPS do'stlar, orada reklama, sifatli, ishonchli faqatgina Ustoybekda 5 yil garantiya servisi bor. Demak, UPS injig'i sifatiga qiziqadiganlar do'stlar, aloqaga chiqaradi. Moshniy UPS do'stlar. Demak, Xitoyda ham UPSlari bor. Sifatisi kerak bo'lsa, Ustoybekda do'stlar. Zavodskoy, fabrichniy aytilgan kilovatlar. Ishga qaytamiz. Reklama tugadi. Qaranglar. Reklama emas, sifatli narsalar tavsiya qiladi Ustoybek. Bu narsa o'sha pulga yarasha narsa. Sizlar o'ylamanglar, arzon narsa oldim, xursand bo'ldim deb aytilgan ishlarni bajarmaydi. Olgan narsangiz o'zingiz ishingizni qilmaydigan bo'lsa, demak olgan pulingiz to'g'ri kelmaydi do'stlar. Mana qaranglar. Ibididan 2 ta tranzistor, 2 ta diod, qolgan narsalari yo'q. Shu bilan konец film svarka apparat tayyor mana kerak. Mana shu apparat. Endi hozirgi kunda qaysi apparatlar zo'r deydigan bo'lsalaring, YouTube kanalini kuzatib borsalar, YouTube kanalimda hamma ma'lumotlar beryapman do'stlar. Qaysi svarka apparati yaxshi, qaysi yomon. Hozirgi kunda yaxshi, endi ko'proqga tavsiya qiladi desa, yaxshilayotgan apparatlar EPA'ni MMA 250Xi, keyin Impulse'da 400ligi va keyin Tayyor Power S350 apparati, so'ng Jasik professional ishlatadigan deydiganlar bo'lsa, Jasikda 380 220 svarka apparatlari haqiqatda puliga yarasha ichi sifatli chiqyapti do'stlar. Lekin hamma svarka apparat svarka qiladi. Faqat plyusga yarashasi, demak sifatingizga, ishingizga qarab turib olaverasizlar mana. Lekin korpus katta, ichida plata kichkina. Puliga yarasha mana shu apparat mana do'stlar. Kimda shunaqa apparat bo'lsa, faqatgina 2 elektrod ishlatinglar do'stlar. 2 elektroddan kattasini ko'tarmaydi. Mayda-chuyda ishlarga bu ham bo'laveradi do'stlar. Katta ishlarga, bu narsa svarka apparat aytmaydi. Korpus katta bo'lgan bilan, lekin katta ish qila olmaydi. Esdan chiqmasin. Demak, mana do'stlar, sizlarga kerak maslahatlar berib boryapman. Svarishli do'stlarimizga kerakli informatsiyalar. Hamma narsa Xitoydan kelyapti, lekin sifatlisini olish kerak do'stlar. Plyusga yarasha narxda chiqaveradi do'stlar. Demak, sizlar bilan Ustoybek bo'ldi. Hozircha xarid emas, sizlarga kerakli maslahatlar berdim. Bu apparatimiz где-то 80 amper, 70 amper tok beradi xolos. 100 amperdan ag'iga o'tmaydi. Keyin 220 da ishlaydigan apparatlar 200 amperdan yuqori tok bermaydi. Shuni ham bilib olinglar. Ustiga yozib beradi 480, 500, 1000 amper deb, lekin 200 amperdan o'tmaydi. Bu apparatimiz esa где-то 80 ga bormaydi, 100 dan ag'iga o'tmaydi do'stlar. Kerakli maslahatlar Ustoybekda do'stlar.